eng arzon va eng qimmat videokarta. O'zi aslida ikkalasini qiladigan ish ham bitta. Nomi ham videokarta. Nima farqi bor deydigan bo'lsak, xuddi mashinalar misolida biz buni solishtirishimiz mumkin. Misol uchun buni oddiy sedan Nexia 3 misolida tasavvur qiladigan bo'lsak, bu haqiqiy o'sha Formula 1 poygasida qatnashadigan mashina sifatida qarashimiz mumkin. Ya'ni buni o'zini qiladigan ishi bor va buni ham. Agar siz kompyuter haqida yaxshi tushunmaydigan bo'lsangiz, kelinglar o'zi videokarta o'zi nima degan savolga javob berishdan boshlaydigan bo'lsak. Videokarta o'zi bu kompyuterimizda tasvir, video va grafikani qayta ishlovchi qurilma desak bo'ladi. Ya'ni oddiygina kompyuterimiz ekrani yonishi uchun ham video karta kerak. Aslida video karta bo'lmasa ham sizni protsessoringizni o'zini strойный deydi. Ya'ni protsessor o'zini ichki video kartasi orqali monitorga tasvir uzatadi. Shu jarayonda ham hozirgi kunda asosiy video kartani 4 ta vazifasi bor. Birinchisi o'sha monitoringlarning tasvir o'lchamini o'lchaydi va shunga qarab sizga tasvirni uzatadi. Ikkinchi vazifasi esa o'yin va grafikalar uchun xizmat qiladi. Ya'ni real vaqtda murakkab o'sha sahnalar, soya, yorug'lik, animatsiyalarni hisoblaydi. Bu uni ikkinchi asosiy vazifasi bo'lsa, uchinchisi ko'pchilik bilgani singari grafika, montaj kabi ishlarda eksport va render jarayonlarini amalga oshirish uchun xizmat qiladi. Va to'rtinchi asosiy vazifasi hozirgi kunda sun'iy intellekt rivojlangandan keyin albatta sun'iy intellekt ishlash uchun ham to'g'ridan to'g'ri sun'iy intellekt videokartani kuchiga bog'liq. Agar siz ko'proq sun'iy intellektni kompyuterga o'rnatib offline ishlatmoqchi bo'lsangiz, onlayn bo'lsa marhamat turli saytlar yordamida ishlatishingiz ham mumkin, lekin u saytlarni ham serverida baribir o'sha videokartalar orqali bu jarayonlarni hisob-kitob qilishadi. Qo'limda esa Axial kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan RX 550. Bu RTX 5090 Asus kompaniyasining ROG Astral seriyasi va hozirgi kundagi 5090 ni qimmat seriyadagi videokartalardan biri desak bo'ladi. Misol uchun mana RX 550 ni ko'rishimiz mumkin. Kichkinagina ixcham videokarta. Ya'ni siz shunchaki uyda o'ynash, misol uchun Counter 1.6, Dota yoki Call of Duty'ning oldingi variantlarini o'ynamoqchi yoki PES kabi futbol o'yinlarini o'ynamoqchi bo'lsangiz ham mana shu RX 550 4 GB videokarta yetib ortadi. Muhimi bu yangi hisoblanadi. Ya'ni eski videokartalar olishdan cho'chib budjet videokarta qidirib yurgan bo'lsangiz, bu aynan sizga to'g'ri keladi ko'proq. Shu misol uchun kerak bo'lsa 2K, 4K kinolarni ham mana shu videokarta orqali bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Unutmanglar, ish uchun emas, o'yin uchun emas, aynan 4K videolarni bemalol ko'rishinglar mumkin. Ya'ni ofis ishlari va juda ham yengil bo'lgan o'yinlarga mos keladi. Hattoki Counter 2 ni ham o'ynashinglar mumkin. 100 FPS atrofida bo'lsa ham. 5090 ushbu videokarta endi bu bilan o'yinda bo'kib qolasizlar yoki 4K da sizlar 200 FPS atrofida o'yin o'ynashinglar kerak bo'ladigan bo'lsa, unda bu videokarta aynan siz uchun. Yoki siz 3D sahnalar, murakkab ishlarni amalga oshirasizlar, unda render jarayoni tezroq bo'lishi kerak bo'lsa va aynan videokartaga bog'liq bo'lsa, unda aynan ushbu videokarta sizga mos keladi. O'zi bu videokarta haqida ham biz alohida video tayyorlaganmiz. Shunchaki sizga o'zi videokartaning asosiy vazifasi nima? Ya'ni ikkalasi o'zi bir xil ishni bajaruvchi videokartalarni nima uchun narxi qimmat degan savolga qisqacha bo'lsa ham ular bilan birgalikda, ya'ni jonli tarzda videokartalar bilan javob berishga harakat qildik. O'zi umuman olganda videokarta tanlash, Nvidia, AMD nima farqi bor bir-biridan, qaysi birini tanlash kerak degan savollar qiziq bo'ladigan bo'lsa, shunchaki kommentariyaga videokarta deb yozinglar. Bu haqida ham biz alohida video qilishga harakat qilamiz. Xoh unaqangi arzon budjet videokartalar bo'lsin, xoh qimmatlari, barchasini do'konlar orqali topishingiz va xarid qilishingiz mumkin. Muhimi ishonchli va juda ham qulay narxlarda. Sizlar bilan esa keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Charchamanglar.